Sovetlar Berlinni qanday egalladi? Berlinni egallash 1945-yilning 16-aprelda boshlandi. Bu hujumlar 2-mayga qadar davom etdi. Berlinni egallash juda og'ir bo'ldi. Berlinni egallash operatsiyasiga SSR harbiy komissarining birinchi o'rinbosari hisoblangan Jukov yetakchilik qildi. Jukov Berlinni ajoyib usul bilan egalladi. U Berlinga projektorlar yordamida kirib bordi. Projektorlar yordamida ular Berlinga kirib bordi. Ko'zlari qamashgan nemis askarlari esa orqaga chekinishga majbur bo'ldi va Jukov bu orqali 8-mayda Berlinni egalladi va nemislarni urushda yutqizganligi haqidagi shartnomani 9-mayda imzolattirishga majbur qildi. Bu haqida Jukovdan so'rashganda Jukov aytgandi: "Berlinni egallashni men tushimda ko'rdim" degandi. Ma'lumotlarga ko'ra aytiladiki, u Stalin yoniga bordi va Stalindan armiyani unga berishni so'radi. Stalin bu sababini so'raganda, "Sen Berlinni qanday egallaysan?" deganda, u aytdiki, "Men Berlinni projektorlar yordamida egallayman. Buni men tushimda ko'rdim" dedi. O'sha tushida ko'rgan narsani u hayotda tatbiq qildi va bu Berlinni egallab olishiga sabab bo'ldi. Bu Konstantin Jukov edi.